Xayrli kun dasturi davom etadi, qadrli muxlislar. Hafta boshidan bizni kuzatib borayotgan siz aziz muxlislarimizni yaxshi bilasiz. Bu haftadagi dasturlarimizda ko'proq jiddiy mavzularga murojaat qilyapmiz va albatta siz tomoningizdan yo'llangan bir qator savollar, takliflar mutaxassislarga taqdim etilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz ham mana shunday dolzarb mavzuga bag'ishlanadi. Xabaringiz bor, joriy yilning 2-aprel kuni davlatimiz rahbari tomonidan yoqilg'i energetika sohasida bozor mexanizmlarini joriy etishda ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolangan edi. Joriy yilning 1-may sanasidan boshlab esa ushbu qarorga muvofiq bir qator o'zgarishlar yuz berdi. Xo'sh, bu qaror orqali qanday manfaatlar, qanday huquqiy normalar nazarda tutilgan? Bugun mutaxassislar ishtirokida bir qator savollaringizga javob topishga harakat qilamiz va albatta dasturimizda mehmonlar bor. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmonlari Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi Jasurbek Fazliddinov hamda boshqarma yetakchi mutaxassisi Alisher Muhammadjonovlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar ko'rsatuvimizga. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan xayrli kunga kelganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Jasurbek aka, mana biz ko'tarayotgan mavzu juda dolzarb va ishontirib aytishimiz mumkinki, mavzu hammamizga tegishli. Chunki iste'molchimiz, jamiyatda yashar ekanmiz. Keling avvalo mana shu qaror, prezident qarori haqida qisqacha bir mazmun mohiyatiga to'xtalsak. Nima zarurat bo'ldiki, mana shu qaror hayotga tatbiq etildi? Bu asosan Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qaroriga asosan kuz-qish mavsumida elektr energiyasi hamda tabiiy gaz uchun to'lovlar to'lab berilishidan boshlandi. Bu shu 2024-yilning noyabr oyida kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi oluvchilar, yagona reyestrda turuvchilar hamda shu yagona reyestrda turuvchi fuqarolarning 15%ni mahalla fuqarolar yig'inidan kambag'al deb e'tirof etilgan mahalla fuqarolar yig'inidan ro'yxatlar yig'ib olingan hamda ularga 270 ming so'm miqdorida shu moddiy yordam pullari to'lab berildi. Shundan so'ng kuz-qish mavsumida esa kompensatsiya pullari ham to'lab berildi fuqarolarga. Qanday to'lab berilgan? Misol fuqarolar murojaat orqali keladi. Qayerga kelishlari mumkin? Inson ijtimoiy xizmatlari markaziga hamda mahalla fuqarolar yig'inidagi ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodimlarimiz bor. Shu ijtimoiy xodimga murojaat qilgan holatda haqiqiy shu ehtiyojmand oilalar ro'yxatda turgan fuqarolar kelib murojaat qilishganda ariza bilan kiritiladi. U qanday arizalar kiritiladi? Fuqaroga tegishli bo'lgan hujjatlari bor. Shu hujjatlarni platforma orqali kiritiladi. Pasport ma'lumotlari kiritiladi. Shundan so'ng uni elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun berilgan abonent raqamlari bor. Abonent raqamlari dasturga kiritilgandan so'ng uni qancha miqdorda shu kelib chiqayotgan limitlari bor, ishlatgan limitlari bor. Shu orqali ko'rib olsa bo'ladi. Deylik, elektr energiyasi uchun 200 kilovatdan oshiq ishlatgan fuqarolarga to'lovlar qilib beriladi. Tabiiy gaz uchun bo'lsa 500 kubadan oshiq iste'mol qilganlarga shu kompensatsiya pullari to'lab berilib keldi. Shundan so'ng esa 2025-yilning mart oyiga qadar bu to'lovlar amalga oshirildi. Va asosan shu kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi oluvchilar murojaat qilib kelgan bu bo'yicha. U fuqarolardan tashqari ehtiyojmand oilalarimiz mana yangi prezidentimizning qaroriga asosan 134-sonli qaroriga asosan fuqarolar tomonidan yanada elektr energiyasi, tabiiy gaz uchun ko'proq iste'mol xarajatlari bo'layotgani uchun kambag'al oilalarga e'tirof etilib, ularga to'laqonli yordam berilish maqsadida bu qaror ishlab chiqildi. Bu qarorga asosan shu kam ta'minlangan oilalarda 3 toifaga bo'linadi. Yagona reyestrda turuvchilar, kambag'al reyestrda turuvchilar hamda shu ikki reyestrda turmaydi, lekin ehtiyojmand deb e'tirof etilgan. Ularda oylik ish maoshlari minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravardan oshmagan hollarda ularga ham shu reyestrga kiritilib kompensatsiya pullari to'lab berilishi ko'zda kutilmoqda. Jasur aka, shu yerda bir oydinlik kiritib ketamiz. Mana Alisher aka, sizga yuzlanmoqchi edik. Bir qaraganda bu huquqiy hujjat kommunal sohani aks ettirayotgandek tuyuladi. Lekin bu yerda ko'p vazifalar, demak, Ijtimoiy himoya milliy agentligiga yuklatilyapti. Mana biz oilalarni bu yerda tasniflash haqida, kompensatsiya to'lovlar haqida alohida jumlalar ketyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan qarorni to'liq matni bilan tanishishingiz mumkin. Demak, biz bu reyestrga kirgan oilalarni qanday bilib olamiz yoki qanday tasniflarga ko'ra ular demak farqlab olinadi? To'liqroq tushuncha bersangiz shu haqida. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi navbatda o'sha 2024-yilda Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qarori chiqqan. Shu qaror bilan
yoqilg'i energetika sohasida bir qator o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni elektr energiyasi narxlari yoki o'sha tabiiy gaz narxlari tabaqalashtirilgan tariflarda to'lanishi joriy etildi. Bunda o'sha 2024-yilda bizda o'sha may oyida yagona ijtimoiy himoya yagona reyestrida nafaqa oluvchilarimiz 130 ming atrofida bo'lgan. 130 mingta oilalarni biz tahlil qilganimizda bu oilalarda aksariyat 70-80% 200 kilovatdan kamroq bir oylik elektr energiya iste'mol qilishi aniqlangan. Bundan tashqari tabiiy gaz masalasi bo'yicha 100 kubometr atrofida yoki undan kamroq bir oylik o'rtacha iste'moli kelib chiqqan. Shuni hisobga olib, Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qarorida o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ehtiyojmand oilalar uchun kompensatsiya to'lovlari joriy qilingan. Bundan tashqari ushbu qaror bilan limitdan o'sha ya'ni 200 kilovat limitdan o'tgan fuqarolarga kompensatsiya to'lovlari joriy qilingan. 204-sonli qarori bilan elektr energiyasidan 200 kilovat ortiqcha iste'mol qilgan oilalarga biz kompensatsiya to'lovlarini joriy qilganmiz. Ya'ni qanaqa? 204-sonli qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra 200 kilovat normadan ortiq iste'mol qilgan 200 kilovat yana qo'shimcha limit berilgan. Bu limitni ehtiyojmand oilalarimiz o'sha 200 kilovatgacha bo'lgan oraliqdagi, ya'ni 450 so'm miqdorida nima to'lashlari kerak bo'lgan. Buni biz qanday aniqlaymiz? Fuqaro ariza beradi. Ariza bergandan keyin agar u o'sha 200 kilovatdan ortiqroq iste'mol qilgan bo'lsa, biz uni o'rtasidagi qancha iste'mol qilgan bo'lsa, uni o'rtasidagi farqni to'lab beramiz. Ya'ni 900 so'mdan 100 kilovat ishlatgan bo'lsa, biz u 100 kilovatni 450 so'm va 900 so'mda o'rtasidagi farqi, ya'ni 450 so'm miqdorini 45 ming so'm atrofida to'lab beramiz. Bu limit 150 kilovatgacha limit berilgan, qo'shimcha limit. Agar o'sha oila qaysidir oyda ko'proq iste'mol qilgan bo'lsa, faqat bu 204-sonli qaror bilan faqat kuz-qish mavsumidagina amal qilardi. Muhtaram Prezidentimizning 134-sonli qarori bilan bu narsa 2025-yil 1-maydan boshlab 2027-yil 1-aprelga qadar har oyda ehtiyojmand oilalar ortiqcha iste'mol qilgani uchun elektr energiyasi uchun 150 kilovatgacha, tabiiy gaz uchun qish mavsumlarida 250 kubgacha, qolgan mavsumda 150 kubgacha ortiqcha iste'mol qilgani uchun kompensatsiya to'lab berishimiz mumkin. Alisher aka, demak shu yerda bir soddaroq aniqlik kiritib ketaylik. Demak, bu imtiyozlar endi bir mavsum emas, yil davomida amal qiladi. Faqat o'sha kuz-qish mavsumida, ya'ni noyabr-fevral oylarida boshqacha nimada qo'yiladi. Qolgan oylarda mart oktyabr oylarida boshqa narxlar bilan butunlay yo'qolmaydi. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining o'sha 204-sonli qarori bilan e'tirof etilgan kuz-qish mavsumida tabiiy gaz iste'moli ortishi munosabati bilan limitlar, ijtimoiy o'sha limitlar 500 kubgacha oshirilgan. Qolgan mart, oktyabr oylarida esa 100 kub metr hisobida bo'ladi. Muhtaram Prezidentimiz 134-sonli qarorlari bilan narxlar hozir 1-maydan boshlab elektr energiyasi uchun 600 so'm miqdorida 200 kilovatgachasi. Bundan tashqari o'rtada 200 kilovat va o'sha 1000 kilovat orasiga 500 kilovatlik yana bir ijtimoiy norma qo'yildi. Bundan oldin bu norma 1000 kilovatgacha edi. 1000 kilovatgacha 900 so'm miqdorida to'lardi. Endi hozirgi holatda 500 kilovatgacha 800 so'm miqdorida aholimiz energiyani iste'mol qilishi mumkin, shu narxda sotib olishi mumkin. Endi bundan kelib chiqadi, biz hozir maksimum bir oyda bitta oila agar ijtimoiy me'yordan, ya'ni 200 kilovatdan ehtiyojmand oilamiz o'tib ketadigan bo'lsa, 150 kilovat qo'shimcha narx yoqadigan bo'lsa, biz unga 30 ming so'm miqdorida har oyda kompensatsiya to'lovini amalga oshirishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha ehtiyojmand oilamiz tabiiy gaz uchun isitish mavsumida me'yor 500 kuba bo'ladi. Shu 500 kubadan ortiqcha ishlatilgan 250 metr kubgacha bo'lgan davrda
qo'shimcha, ya'ni 750 kub tabiiy gaz iste'mol qilsa oila, biz bu oilaga 200 ming so'mgacha kompensatsiya to'lovini amalga oshiramiz. Agar qolgan mavsumda bir oylik eng kam ijtimoiy norma 100 kubometr bo'ladigan bo'lsa, bundan o'tib ketib 250 kubometrgacha ishlatadigan bo'lsa, ya'ni 150 kuba qo'shimcha ishlatadigan bo'lsa, bu oilaga biz har oyda 120 ming so'm miqdorda kompensatsiya to'lovlarini amalga oshiramiz. Alisher aka, rahmat. Jasur aka, sizlarga ham yana bir qator savollar bor, chunki kommunal soha nafaqat kuz qish mavsumida, yilning har bir davrida juda dolzarb va doimiy ravishda mana bizga ham yuboriladi yurtdoshlarimiz tomonidan bu savollar. Biz teletomoshabinlarimizni bugun iste'molchi deb atasak to'g'ri bo'ladi, chunki har birimiz iste'molchimiz va mana qaror bilan, prezident qarori bilan bo'layotgan muhim o'zgarishlardan, to'lovlardagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishimiz zarurat hisoblanadi. Xayrli kun dasturi davom etadi, qadrli muxlislar. Ko'rsatuvimizni kuzatib boring. Bugun dolzarb mavzuda so'z yurityapmiz, ya'ni kommunal soha va prezident qaroriga ko'ra 1-maydan boshlab bir qator jiddiy o'zgarishlar bor. Ayniqsa ijtimoiy himoyaga olingan oilalarimiz uchun muhim yangiliklar bor. Bu haqida bizni mutaxassislar boxabar etmoqdalar. Bugun ko'rsatuvimizda mehmon bo'lib turishibdi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi Jasurbek Fazliddinov hamda boshqarma yetakchi mutaxassisi Alisher Muhammadjonovlar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Jasur aka, biz avvalgi dasturlarda ham sizni hamkasblaringiz bilan suhbat qurganmiz ijtimoiy mavzuda, lekin bizni qiziqtirgani mana ijtimoiy himoya agentligi tizimida mana shu ko'rsatilayotgan ko'maklar, ijtimoiy ko'maklar orasida kommunal masalalar menimcha to'liq aks etmagan edi. Bu bir jihatdan ishingizni yana ham bir ko'paytiradi, mas'uliyatni oshiradi va nima uchun shunchalik mana ijtimoiy ko'maklar qatoriga buni ham qo'shish zarurat bo'ldi. Demak, bu qaror juda katta yangilik beryapti. Bizning asosiy sohamiz ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga yordam berish hisoblanadi. Shu qatorda prezidentimizning shu yangi qarorlari, farmonlariga asosan shu Vazirlar Mahkamasining 204-sonli qarori boshida aytib o'tganimizdek, qaroriga muvofiq shu kambag'al oilalarga hamda shu ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi, ro'yxatda turuvchi fuqarolarimiz uchun shu elektr energiyasi hamda tabiiy gaz uchun to'laqonli kompensatsiyalar to'lab berilishi yo'lga qo'yildi. Bu qanday yo'lga qo'yilgan? Asosiy shu fuqarolarga hozirgi kunda yordam bo'lishi maqsadida bizni sohamizda to'laqonli qamrab olgan shu nogironligi bor fuqarolarimiz bor. Ularga yordam bo'lishi maqsadida, sababi fuqarolar ko'pi mehnatga layoqatsiz hisoblanadi. Shularni birgalikda yordam berish maqsadida shu qarorlar ijtimoiy himoya yagona reyestrida turuvchi fuqarolar hamda shu nogironligi bo'lgan fuqarolar ko'zda tutilib, prezidentimiz yana ham yordam qilyapti. Bu qanday yordamlar? Shu bizni davlatimizdan ketayotgan mablag'lar emas, lekin fuqarolarga berilayotgan yordamlarni nazarda tutilib qilinyapti narsalar. Shuning uchun biz ijtimoiy himoya milliy agentligi asosan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qidirib, izlanib topamiz. Shu qatlam orqali birgalikda ish olib boramiz. Mana bugun davlat g'amxo'rlik qilyapti fuqarolarimizga, ularning salomatligi, agar shu layoqati bo'lsa, demak uy sharoitida mehnat qilishi, qisqasi dam olishi bu masala. Mana endi kommunal masalada ham qo'llab-quvvatlash. Menimcha bu kichik gap emas, Jasur aka, va mahallani ko'proq yordami kerak. Agentlikka bu yerda menimcha mahallaga ham katta bir mas'uliyat yuklatilyapti. Albatta, boshida aytib o'tganimdek, mahalla fuqarolar yig'inimizda shu bizning asosiy vazifamizni olib boruvchi ijtimoiy xodimimiz bor. Ijtimoiy xodim bu qatlamga to'laqonli yordam beradi. Qanday yordam beradi? Birinchi o'rinda fuqaro izlanib yurmaydi. Faqatgina o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga borgan holatda ijtimoiy xodimda planshet, qo'liga planshet berilgan. Shu planshet orqali, platforma orqali dasturga arizalar kiritsa bo'ladi. Nafaqat shu kompensatsiya uchun. U misol uchun boquvsini yo'qotgan bo'lsa, boquvsini yo'qotganlik nafaqasi uchun ariza ishlamagan fuqarolarga shu 49 ta turdagi bizni platforma orqali xizmatlarimiz ko'rsatib beriladi. Endi fuqarolar qanday nimaga kelib murojaat qilishiga bog'liq bu. Deylik, fuqarolar o'sha ijtimoiy xodim orqali bitmagan ishlarini hududiy inson markazlarimiz bor. Inson markazlari orqali, inson markazlari bitmagan ishi
hududiy boshqarma orqali bemalol bitirishlari mumkin, hal etishlari mumkin. Endi mana Alisher aka qarorni matni bilan to'liq tanishib chiqmagan yurtdoshlarimiz bo'lsa bir fikrlashi mumkin-da. Men ham bu imtiyozdan foydalana olamanmi yoki qanday qilsam foydalanishim mumkin deb. Lekin biz bu yerda mana aytyapmiz, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilgan fuqarolar deyapmiz. O'zlaringizga shu mavzuda qanday bir savollar bo'lib turadi? Menimcha endi mana amalga tatbiq etilyapti, savollar ko'proq bo'ladi yana ham. Bu hozir yangilik bo'ldi. Prezidentimizni o'sha 134 sonli qarori juda ham katta yangilik. Bu qaror bilan oldin faqat ijtimoiy himoya yagona reyestrida turgan va o'sha ijtimoiy himoya yagona reyestridagi fuqarolar sonidan kelib chiqib tumanlar yoki MFAlar kesimida 15% qo'shimcha ro'yxatlar taqdim etilgan. Faqat shulargagina ariza olib, shularni agar kompensatsiyasi o'sha limitdan ortiqcha iste'mol qilgani uchun kompensatsiya to'lanadigan bo'lsa, hozirgi vaqtda bizda har bir oila a'zolari jon boshiga o'rtacha daromadi mehnat minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan oshmaydigan har qanday oila ariza topshirsa, kompensatsiya to'lashimiz mumkin. Bundan tashqari bizda ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiruvchi hozirgi kunda 90 mingta oilamiz bor Farg'ona viloyatimizda. Bundan tashqari kam ta'minlangan deb e'tirof etilgan yana 30 mingga yaqin oilalarimiz bor. Bundan tashqari kambag'allik reyestrida turgan 25 mingta yana oilalarimiz bor. Jami hisobda biz hozirgi holatda viloyatimizdagi o'sha 1 milliondan oshiqroq, 1 million 100 mingdan oshiqroq oilalarni 200 ming tasini bu qarorimiz qamrab oladi. Bundan tashqari o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, oylik daromadi oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigani minimal iste'mol xarajatlarining 1,5 baravaridan, ya'ni 1 million 3 ming so'mdan oshmaydigan har bir oila ariza topshirishi va kompensatsiya to'lovlarini olishi mumkin. Bundan tashqari kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik yuzasidan ushbu yuqorida ta'kidlab o'tgan kam ta'minlangan oilalarimiz, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiruvchi oilalar va kambag'al oilalar bundan tashqari ushbu reyestrlarga kirmaydigan, lekin mahalla yettiligi tomonidan ushbu nafaqaga yoki moddiy yordamga muhtoj deb e'tirof etilgan ushbu ro'yxatning 40% dan oshmaydigan, ya'ni bizda 100 mingta ro'yxat bo'lsa, yana 40 ming qo'shimcha ro'yxat beriladi. Ushbu ro'yxatlarni oktyabr oyida shakllantiramiz tumanlar kesimida. Har bir oilaga 1 million so'mdan bir martalik moddiy yordamni to'lab beramiz. Noyabr oyida ushbu to'lovlar amalga oshiriladi. Jasur aka, yana bir savol bo'ladi. Endi mana imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimizni tushunamiz. Yakka yolg'iz qariyalar bor. Bular endi alohida bir toifa. Lekin davlatimizda mana kambag'allikdan farovonlik sari dastur ishlab turibdi. Chunki har bir oilalarimizni biz taraqqiy ettiramiz, ish bilan ta'minlaymiz degan bir hayotbaxsh islohotlarni qilyapmiz. Reyestrga kirish yaxshi. Davlat qo'llab-quvvatlaydi ularni. Lekin reyestrdan ham chiqishi mumkinmi bu oilalarimiz? Demak, endi rivojlanish bo'lyapti, hayot bu. Ular qay holatda demak chiqiladi? Demak, bu holatlarda bu imtiyozlar to'xtatiladimi? Qanday tartibda amalga oshiriladi? Bu albatta fuqarolarning yashash sharoiti yana qayta o'rganiladi. Bu reyestrga kirishda asosan Vazirlar Mahkamasining 654 hamda 596 sonli qarorlariga asosan bolalar nafaqasi tayinlab berish hamda to'lab berish nazarda tutilgan. Shu orqali ular yagona reyestr tizimiga kiritib boriladi. Shundagina fuqarolar kam ta'minlangan deb e'tirof etiladi. Fuqarolar qanday holatda reyestrdan chiqib ketishi mumkin? Deylik, fuqaroni mol-mulklari qayta o'rganib chiqadi bu narsani. Inson omili hech qachon aralashmaydi bunga. Faqatgina dastur orqali kiritib chiqiladi. Dastur o'zi qayta o'rganish davrida kriteriyalarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, reyestrdan chiqarib yuboradi. Bu qanday holatlarda chiqarib yuboriladi? Fuqaro nomiga ishlab chiqarilgan yili 12 yildan oshmagan, texnik holati soz bo'lgan bitta yengil avtomashina sotib olsa, yoki ishlab chiqarilgan yili 15 yildan oshmagan yuk avtomashinasi sotib olsa, shunda reyestrdan chiqishi mumkin. Hamda bundan tashqari, deylik, bitta mani avtomashinam bitta deb hisoblashardi. Ikkinchisini sotib olgandan keyin bu yili eski-ku, nima sababdan chiqyapman degan savollar ko'p uchraganda bizda. Shuni inobatga olib, qarorda ko'rsatib ketilgan bu narsa dasturda barcha ma'lumotlar o'zaro integratsiya orqali qabul qilinadi. Har bitta vazirliklar orqali fuqaro ma'lumotlari qabul qilib olib, dastur shu orqali o'zi o'rganib chiqishni boshlaydi.
Shunda deylik yili eski bo'lgan avtomashina bor, lekin yana bitta avtomashina oldi, yili 12 yildan oshmayapti, lekin u ham eski. Ikkita avtomashina bo'lib, shunda rad etilish sabablarini keltirib chiqaradi. Baribir mulk ikkita sifatida baholanadi. Bundan tashqari ko'chmas mulklar nazarda turadi. Ko'chmas mulkda qanday? Deylik, birdan ortiq ko'chmas mulk bo'lsa ham shundagina rad etiladi. Skoring natijalari qabul qilinib, ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari aytib o'tildi, minimal iste'mol xarajatlari shu Vazirlar Mahkamasining statistika agentligi tomonidan belgilab minimal iste'mol xarajatlari bor. Bu 669 ming so'mdan belgilangan. 669 mingdan ko'proq daromad topuvchi oilalarga esa bu narsa bolalar nafaqasi yagona reyestr tizimidan chiqib ketishini olib kelishi tatbiq etadi. Bundan tashqari fuqarolar noturar joylar sotib olsa, noturar joylarni rasmiylashtirib, u yerlardan foydalansa, bitta bo'lgan holatlarda ham rad etiladi. Oylik ish haqi maoshlarini aytib o'tdim, shu oylik maoshlari oshgan paytda, oylik maoshlari misol fuqaro bolalar nafaqasiga yagona reyestrga kirish uchun ariza topshiryapti, oylik maoshlari oshmayapti mezondan, mezonga o'sha 669 mingdan kam bo'lmagan miqdorda bolalar nafaqasi tayinlansa, fuqaro keyinchalik ishlash davomida o'zini tiklab, ham bolalar nafaqasini olib, ham oylik olib, daromadi yuqori bo'lib, o'ziga ishonch komil qilalik, reyestrdan chiqishini nima bo'lganda dastur o'zi u fuqaroni chiqarib yuboradi. Bundan tashqari mahalla yettiligi bor. Mahalla yettiligimiz o'zi o'rganib boradi. U qanday holatda o'rganib boradi? Fuqarolarga kambag'allik reyestriga kiritadi, u kambag'allik reyestridan chiqarish ham mumkin. Uni qanday chiqaradi? Fuqaroning yashash manziliga borgan holatda fuqaroning oilaviy sharoitini o'rganadi. Undagi qanday sharoitda yashashi, har bitta sinchkovlik bilan o'rgangan ma'lumotlarini dalolatnoma tuzgan holatda dasturga to'laqonli kiritiladi. Shu orqali kambag'allik reyestriga kiritish ham bor, chiqarish ham bor. Rahmat fikrlar uchun. Bizni tomosha qilib turgan muxlislarimiz o'ylaymizki, bugun ko'tarilayotgan mavzudan o'zlariga bir tegishli xulosalarni olyaptilar va biz eslatib o'tardik, mana shu prezident qarorini ijtimoiy tarmoqdagi hamda huquqiy manzillardagi demak saytlardan to'liq matni bilan tanishib chiqishingizni tavsiya etamiz. Demak, qarorda ko'tarilgan barcha chora-tadbirlardan to'liq matnni o'qigan holda xabardor bo'lishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, siz xayrli kun dasturini nafaqat efirda, balki ijtimoiy tarmoqdagi manzillarda ham kuzatib borishingiz mumkin. Ekranlaringizda ko'rinib turgan manzillarga obuna bo'lish yoddan chiqmasin va bizni dunyoning har bir yeridan onlayn ravishda kuzatish imkoniyatiga egasiz. Xayrli kun dasturida suhbatimiz yakuniga yetmoqda, lekin oldinda sizni qiziqarli ijodiy ishlarimiz kutib turibdi. Bugun Ijtimoiy himoya milliy agentligi mutaxassislariga yuzlandik. Jasur aka, Alisher aka rahmat aytamiz sizlarga. Mana qaror va uning ijrosi va unda ko'tarilgan masalalarga demak eng muhim jihatlarni bizga bugun so'zlab berdingiz. Men o'ylaymanki, birinchi navbatda ushbu huquqiy hujjatimiz katta imkoniyat, yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlash va bu ijtimoiy himoyaga olingan barcha yurtdoshlarimizni ruhiyatini yana bir bor ko'taradi. Albatta. Shu ijtimoiy himoya agentligiga eshik qoqib kelayotgan yurtdoshlarimizni yana bir qo'llab-quvvatlash ekanligi menimcha tushunib yetishadi, yana ham ko'proq, chunki ijrosiga mana kirishildi. Bugun ko'rsatuvimiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, yurtdoshlarimizga aytadigan gaplaringiz bo'lsa, bayon qilishingiz mumkin. Ko'rsatuvdan juda ham xursand bo'ldik. Shu fuqarolarga biz to'laqonli yangi qarorlar, farmonlar bo'yicha to'laqonli ma'lumotlar berib o'tsak xursand bo'lamiz. Fuqarolarga sababi biz yordam berganimiz sari ular ko'p narsani tushunib yetadi, e'tibordan chetda qolmaydi. Shu narsalarni ko'rib borgandan so'ng bizga yuzlanadi, muammolarga duch kelmasligiga harakat qiladi. Qarorda ijrosini ta'minlash biz zimmamizdaligidan xursandmiz. Ehtiyojmand oilalarimizni ijtimoiy himoya qilishga mas'ullarmiz. Biz agar qanaqadir savol yoki tushunmovchiliklar bo'lsa, hammasiga har doim javob berishga tayyormiz. Ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat, xursand bo'ldik. Salomat bo'ling. Demak, navbatdagi ko'rsatuvlarga yana taklif qilishimiz mumkin, savollar bo'lsa. Va minnatdorchilik bildiramiz va faoliyatingizga rivoj tilaymiz. Yana bir bor ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun tashakkur. Salomat bo'linglar. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmonlari Ijtimoiy himoya milliy agentligi Farg'ona viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi Jasurbek Fazliddinov hamda boshqarma yetakchi mutaxassisi Alisher Muhammadjonovlar bo'lishdi.